aka go'shti mashina rahim joyidan bering. Uyga 20 yilga bitta qadrli mehmon kelgan. Voy gupisham kim u? Bitta qarindoshingiz butun umrga ko'chib kelyapti deyman. Aka sochingizni to'kirganmi nima bola? Ha, men chuchchini ko'rsam tepasi achim tikka bo'ladigan bo'lib qolgan. Mehmon peshidan qirib jiyma seni, qizg'anchiq. 2 kilo dimba ham qo'shib bering. Keyingizlar qanaqa mevalar kerak? O, mevalar importnisidan bering, kakras 20 yillik qadrli mehmonimiz bor. Oho, 20 yil odamlarda betam qolmayapti. Siqilmang, mehmonni hurmati 3 kun. 3 kundan keyin ko'chaga chiqarib haydab yuborasiz. Betiga sopol tovuqday, bu nayt urishamiz, bejag'imisiz? Kuni mevangiz achchiq, gaplaringiz sassiq ekan, olmaymiz. Jon kuydirishga qaraganda toshni o'zini urug'idan kimdir kelyapti. Aka pista bodam zo'rlardan bering 20 yillik qadrli mehmon bor. 20 yil? Ha, kelin 20 yil mehmonni xizmati qilib mazza qilar ekansiz-da. Ha, kuling maymun o'ynatyapsiz, ha? Ha, aka yetib aytmang, bizni xotin odamisi jaqmaydi. Shokoladni shvetsarskiydan beradi. O'zinikilarga shvetsarskiydan qo'yadi. Men urug'im kelsa to'rtta qurtlagan turchiy bilan kuzatib boradi. Nimaga aynan chipsini olyapmiz? Chunki bunda atirgulda hidi keladi, narxi ham hamyon bo'lib, yosh bolalarga ham allergiya chaqirmaydi. Kirlarni ham yumshoqqina qilib yuvadi. Voy, dazmol qilishga ham qiynalmas ekanman-da. Importni. Hozir hamma ayollar shundan ishlatyapti. Kakras mehmonimizga ham timsin rosa yoqadi. Bilaman, timsin zo'r. Mehmon kutadigan meni peshonam sho'r. Davay endi zingillatib ochdiqi. Dadajon! Tilla qizim. Voy, gupcham kuni bilan mehmon deb men davlana qildingiz. Qani shu qadrli mehmoningiz? O'sha qadrli mehmonimiz mana. Voy, nima mehmon bo'larkan? Bu o'zimizning qizimiz-ku. Bizni qizimiz. Lekin afsuski, buni o'z egasi bor. Kun kelib avaylab o'stirgan gulimizni bizni bag'rimizdan, yuragimizni bir parchasini qo'shib yurib ketadi. Buni faqat qizi bor dadalargina tushunadi. Hozir sensiz hayotning mazmuni qani? Sen aytasan, men aytaman jon. Yumshoqroq qilding dunyoni, sen yana kichkina xon. Baxtga Men erga tegaman. Professional Difoa teatr aktrisasi institut bitirgan, addushi ko'ryapsiz, tomdan tashab beryapti. Yiqilgandan impra qilib, og'risi ham srazi nima qilib. Ya aka, normalniy oyoqda edi, xolos. Uyga borib, doktor, spirt surtish kerakmi, yo surtish kerakmi? Addushi jonimiz jabborga berib zo'r narsa olyapmiz. Sevaraxonga ham patpisa qo'ylar, mana shu yiqilgani uchun addushi bitta profillari Professional Difoa. Videoni shu joygacha ko'rsanglar, qiziq chiqqan bo'ladi oxiri ham. Yaxshi qiz, sizda bir umrga mumkinmi? Obod aka, nomerimni siz qaydan oldingiz? Yuragim og'rib doktorga bordim, davo deb sizning nomeringizni berib yubordi. Adashibdi. Men yurakka davo emas, boshqa baloman. Boshingiz aylanib qolmasin yana. Boshim aylansa ko'zlarimni yumaman. Nimaga? Seni ko'rmoqlik uchun. Endi bir hafta meni o'ylab yuradi. Kichkina shahzodam, hali ham arazlayapsiz. Sevgi deganlar o'zi azobga to'la ekan. Meni kechirishingiz uchun nima qilay? San topam sizga 8600 11 72 73 86 43 16 marta aytganman. Meni sevgimni sotib ololmaysiz? 10 million ketdi aşkım. Ha, yo'q, sevgim sotilmagan bilan, lekin tanishlarga arendaga beriladi san topa. Ha, san topa ammam qilyapti. Shahlochka. Dumalog'im, bugun nima ovqat pishirib bervaring? Yo'q, boshqa berma, shahlochka. Voy, nimaga? O'zing yuragimni band etganing yetmaganday ovqatlaring oshqozonimni zabt etyapti. Voy, to'polonchi, qo'rqitib yubordingiz-ku. Men g'olibman, buyuk lashkarman. Bosib oldim sevgi shahrini. Ko'zlaringni yum. Yumdim. Nimani ko'ryapsan? Qorong'ulikni. Bu meni sensizlikdagi hayotimning ko'rinishi. Voy, bo'g'irsin. Mendichanlar o'zi hisob bermasa odam bo'lishimiz judalar qiyin. Laqqa baliq beraveribsan-ku? Tushunmadim, ajdaniyaga tushdimmi? Qo'rqma Ra'no. Onam mendek burgutni qanaqadir tovuqlar uchun tug'magan. Nima gap bunda? Yana shu katinam o'g'irlashib qopti. Voy, uzr optaki, men bilmagandim. Nima yordam bera olaman? Qo'yur, shu 7 million kerak-da. O'tib ketgan katinama 8-marta kasal bo'lish. To'lina o'qimasam bo'ldi edi. Bo'ldi, hozir tashlab yuboraman. Yo'q, kerak emas, Ra'no. Hayotimga kirgizding kim ma'no? Bolam, senga mahallani boshidagi shapoatni to'g'rilab qo'ydim. Yo'q, bo'lmaydi, u telefon ishlatadi. Bo'lmasam orqa mahalladagi masturaga nima deysiz? Yo'q, u ham bo'lmaydi, Instagramga kiradi. Qanaqa qizga uylanasan o'zi bola? Shu onasi o'pganiga videochani vagon qizlar bilan gaplashib, yana uylanayotgan paytda xuddi o'zi osmondagi oyda hech kim bilan gaplashmagan qizni xohlaydigan toza aploslarga jo'natamiz.